Leksimizi davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Soğudu orışıda Cungo zerbe vermekçi oldu. Prezident Trump işbadı bildirip, qattiq zerbe vermekçi oldu. Mavzula xabar 9 ayının 18 gün Dobitor beti ilan qılındı xabar. Mındaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump 200 milyard dollarlık Cungo'nun import kılıngan tovarlarga tamojna beji qo'yishni e'lon qilgandan keyin Cungo Beijing vaqti 9 ayının 18 günü kechda zarba qaytirib Amerikadan import kılıngan 60 milyard dollarlık tovar mallarga tamojna beji qo'yilgan bo'ldi. 9 ayının 18 günü xabar qilib bundaq ko'rsatdi. Cungo'nun zarb berishiga qarta prezident Trump shu kuni kechda Twitter'ga ikki qatim fikr qoldirib bundaq ko'rsatdi. Cungo savdo tijorat tijorat vositalaridan foydalanib kechiringlar. Amerika dehqonlari va chorvadorlarga, sanoat ishchilariga hujum qilib, Amerikada o'tkaziladigan saylamga qarshilik paydo qilmoqchi bo'ldi. Balki o'tir mezgillik saylamga Cungo qarshilik paydo qilmoqchi bo'ldi. Prezident Trump bundaq ko'rsatdi. Cungo ko'p yillardan beri savdo munosabatida Amerikadan foydalanib keldi. Agar Cungo'ning zarb berish tadbiri dehqonlarga, chorvadorlarga va Amerikaning sanoat ishchilariga ziyon yetkazadigan bo'lsa, Amerika ondaqda Cungo'ga nayt tez ve zor ko'lamlik zarbi berdi ve öç aldı. 9 ayının 17 günü yani bir meydan tamojna beji qo'yish to'g'risida bayonot e'lon qilganda agahlandırıp mundaq ko'rsatdi. Agar Cungo Amerika dehqonlariga ve sanoat ishchilariga o'ch elish harakati qo'llanilgan bo'lsa, Amerika taraf derhal 3. qadamlik harekatni yo'lga qo'ydi. Yani Cungo'dan import qilingan 200 milyard 670 milyon dollarlık tovar mallarga boj qo'ydi. Bu albatta 3. qadam bo'ldi. Avvalgi 50 milyard, 34 milyardlık ki 16 milyardlık tamojna beji. Bu aldığımızdaki 200 milyardlık tamojna beji. Yani 3. qadamda o tamojna beji qo'yilgan bo'lsa 200 milyard 670 milyon dollarlık tamojna beji. 3. qadam bo'ldi. Amerika'nın hareketleri qarta Cungo'nun alaqadar matbuatı yer şar vaqt gazeti növbeti maqal e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika'nın arqadan hujum qilishi ostida Cungo mudofaadan hujumga o'tish strategiyasini qo'llanadi. Cungo Amerika'nın qilayotganlariga pasib, holda bo'ysunmaydi. Hem de şundaqla her qandaq bir dərəcədən tashqari bir kuchning xalqaro munosabatlarda besim qilishiga va haqoratlik siyosatlarni yo'lga qo'yishiga qo'shilmaydi. Bu xabar Amerika ovozida bunda xabar qilindi. Ma xabardan yuqorida xabar Amerika ovozida bunda xabar qilindi. Prezident Trump Twitter'da fikr qoldirdi. Cungo Amerika'da saylanma ta'sir ko'rsatmoqchi bo'lyapti deb aybladi mavzuli xabar. 9 ayının 18 günü Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qildi. Prezident Trump bundaq ko'rsatdi. Cungo oshkor oldi bizning saylam harakatimizga faol ta'sir ko'rsatib o'zgartmoqchi bo'lyapti. Bizga sodiq dehqonlarga, maydon boshliqlariga va ishchilarga hujum qilish orqali shundoq qilmoqchi bo'lyapti. Cungo ularning nəhayət jangovar vatanparvar ekanligini tushunmaydi. Ular Cungo'ning nurg'un yillardan beri kechiringlar, izchil savdo munosabatlarda Amerikadan foyda olayotganligini yaxshi tushunadi. Agar Cungo bizning dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz va ishchilarimizni nishon qiladigan bo'lsa, nəhayət zor, balki nəhayət tez iqtisodiy o'ch elishga uchraydi.
Çavuşan, yani bir haber. Çavuşan, Koriya 3. katım söhbət ötküzüp, Koriya yerim arlı vaziyetini pəsaytiş gelişim imzaladı. Mavzulu haber 9. ayının 19. gün Amerika Ovazı'nın Xitay Dil programı ilan kılındı. Washington, Koriya prezidenti Moon Jae-in, Çavuşan'ın rəhbəri Kim Jong-un həftənin 3. günü bir oturup söhbət ötküzüp bir parça kelişim imzaladı. Muhbirlarni kütüveliş yığındı Moon Jae-in mundaq gösterdi. Biz iki devlet rəhbərdir yerim aralını yadrosuzlaştırışının konkret tədbirlerini muhakeme kıldık. Çavuşan alaqadar devletle evetken mütehassisler katnaşkan ahval aslında raketa motorunu sına kılış meydanını ve koyup biriş süpsini ebedi takaydıgan bol. Bu Çavuşan bilen Koriya oturuşundaki münasebetten özgürüşü.